Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi oldayma romlarimizni sinopkalarni tugatib bo'ldik. Bu xonadonimiz Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Manak qishlog'iga o'rnatib berdik. Bu xonadonimizning oldayma romi uzunligi 11,5 metr, bo'ylari 285. Mana qadrli kuzatuvchilar, ishimizni ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Bu ishimizni Akfa'ni originalidan G306 Mokrisdan tayyorlab olib kelib o'rnatib berdik. Bu ishimiz oynalari bir qavat 06 lik kalyonli oynalar ishlatildi. Ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Xudo xolasa juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Har bitta ustunda oralari 2 metrdanligi uchun panorama shaklida bir tomonidan ochilish qilindi. Ko'rib mana xudo xolasa o'zingizlar fikr bildirasizlar. Juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Romlarimizni har bitta oraliqlardan mana bittadan ochilishlar, ikki chekalariga fortikalar joylab qo'ydik. Tereskamizni ikki chekasida fortikalari bor. Keyin har bitta oraliqdan mana bittadan qanotlar ochilgan. Ishlarni yaqindan tanishtirib o'taman. Eshiklariga keladigan bo'lsak, eshigini 140 santimetrlik eshik joylashtirib berdik. Eshigini profillari balkon profildan ishlatildi. Har doimgidek zamoqlari turetskiy original, lirovkalari xudo xolasa go'zal holatda. Hamma yo'g'i chotki. Ichki holatlarni ko'rsatib o'taman sizlarga. Ichki holatlari, osha-moshalari ham hammasi Akfa'ning o'zi originaldan ishlatilgan. Mana bu ishimizda qurilish davom etyapti ekan. Xudo xolasa hamma yo'g'i go'zal holatda o'rnashtirildi. Romlarga keladigan bo'lsak, romlari ham mana doimgidek turetskiy ruchkalar qo'yilgan, ochilib yopilish lirovkalari xudo xolasa hamma yo'g'i go'zal holatda. Keyingilari, mana bu keyingisi xudo xolasa go'zal holatda ochilib yopilishlari. Mana ichki tomonda so'ri bor ekan, mana so'ri bor joyda 1 metr xod qo'yib yurgani joy qilingan ekan. Hamma yo'q xudo xolasa mana proyekt bilan qilingan. Tepalarida mana ikki chekasidan fortikalari qo'yilgan. Bittadan ochilishlar. Bu oynalarimizni qulayli tomoni mana ichkaridan tashqari bemalol ko'rinadi. Tashqaridan ichkari ko'rinmaydi. Bu ishimizni narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari 660 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Mana ustunlarni ham har doimgidek mana beshak holatda alkafollar bilan chiroyli qilib urib berdik. Oynalari bir qavat 06 lik qalin oyna solingan. Mana qadrli kuzatuvchilar, xudo xolasa hamma yo'g'i juda ham go'zal holatda o'rnashtirildi. Kanalda yangilar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Bizning telefon raqamlarimiz 90 lik 545 8801. Kimga Akfa Plus, MDF yog'och eshik sohasidagi barcha mahsulotlarga voqea chiqarasizlar ekrandagi nomerlarga. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.